Britva ishlatish yuzda soqol paydo qiladimi? Umuman shunaqa metod ishlatish xavfsizmi? O'zi nimaga ishlatishadi buni? Agar terida tuklar ko'p bo'lsa, ton bir xil bo'ladi. Kimdirlar teri rangini ochartirish uchun ishlatadi, makiyaj tekisroq yotadi. Birinchidan, sochni britva bilan olganda qalinroq chiqishi rostmi? Buni ma'qullaydigan hech qanaqa ishonchli ilmiy isbot yo'q, lekin sochni britva bilan olganda o'sishiga perpendikulyar qilib olamiz va albatta ingichka uchiga nisbatan semizroq tuyuladi. Aynan shunga bizaga qalinroq bo'lib tuyuladi. Ikkinchidan, teriga o'tkir narsa ishlatish xavfsizmi? Umuman olganda yo'q, xavfsiz emas, chunki faqat tuklarni va terining ustki qavatini olish uchun to'g'ri bosim muhim. To'g'ri egilish burchagi muhim. Shunga avval hech bo'lmasa ozgina praktika kerak. Lekin to'g'ri texnikada bu metod yaxshi jismoniy eksfoliant bo'ladi. Ya'ni tuklar bilan birga terining ustidagi o'lgan hujayralar qavatini olib tashlaymiz, ya'ni yangilaymiz. Lekin super ta'sirchan va akneli yuzga ishlatmaymiz. Uxlab yotgan bo'rini uyg'otmaylik. Shaxsan men o'zimga ishlatishdan ma'no ko'rmayman, chunki yuz chetidagi to'qroq sochlar tabiiy konturingdagi turadi. Menga esa bu plus. Siz ham shu metodni ishlatasizmi?